Loyiha ishi. Mavzu: tuproq va suvning ifloslanishida ion bog'lanishli birikmalarni aniqlab, ulardan tozalash g'oyasini ishlab chiqarish. Fan: kimyo. Sinf 8-J sinf. O'qituvchi: Shirinboyeva Bahora. Tayyorlagan o'quvchilar: Usmonova Jasmina, Abdurasulova Dilnoza. Ovozlantirgan o'quvchi: Usmonova Jasmina. Kirish. Atrof muhitning ifloslanishi bugungi kunda global ekologik muammolaridan biri. Xususan sanoat korxonalari, qishloq xo'jaliklari, maishiy chiqindilar va kimyoviy moddalar natijasida tuproq va suvning tarkibida turli zararli moddalarning, jumladan ion bog'lanishli birikmalarning kirib borishi kuzatildi. Ushbu moddalarning aksariyati yuqori darajada eruvchan bo'lib, tirik organizmlar uchun xavfli hisoblanadi. Shu sababli ularni aniqlash, miqdoriy baholash va zararsizlantirish usullarini ishlab chiqarish katta ilmiy ahamiyatga ega. Ushbu loyiha ishining maqsadi tuproq va suvdagi uchraydigan ion ko'rinishidagi zararli birikmalarni o'rganish, ularni aniqlash usullarini ko'rsatish hamda tozalash uchun samarali texnologik g'oyalarni taklif qilishdir. 1. Ion bog'lanishli birikmalar va ularning xususiyatlari. Ion bog'lanishli birikmalar metall va metallsiz elementlar orasida hosil bo'ladigan musbat va manfiy ionlardan tarkib topgan kimyoviy birikmalardir. Ular suvda yaxshi eriydi, elektr tokini o'tkazadi va yuqori kimyoviy faoliyatga ega. 1. Atrof muhitda uchraydigan ion birikmalari. Tuproq va suv resurslarida tarkibida odatda quyidagi zararli ionlar uchraydi: natriyatlar, o'g'itlardan keladi; fosfatlar, qishloq xo'jalik va maishiy yuvish vositalari; sulfatlar, ammoniy ioni, og'ir metall ionlar; qo'rg'oshin, simob, kadmiy, mis, temir, xlorid sanoat chiqindilarida. Bu ionlar tuproqning hosildorligini pasaytiradi, suv hayvonlarni hayotiga xavf tug'diradi va inson organizmiga turli kasalliklarni keltirib chiqaradi. 2. Tuproq va suvning ion birikmalar bilan ifloslanish sabablari. 2.1. Sanoat korxonalari chiqindilari. Metallurgiya, kimyo sanoati, plastmassa ishlab chiqarish jarayonlaridan kelib chiqadigan eritmalar ko'pincha tozalanishdan o'tmasdan suv havzalariga tushadi. 2.2. Qishloq xo'jaligi faoliyatlari. Azotli va fosforli o'g'itlar haddan ziyod foydalanish natijasida ularning ionlari suvga yuvilib tushadi. 2.3. Maishiy chiqindilar. Yuvish vositalari, kirib kukunlar va maishiy kimyoviy moddalar tarkibida fosfor va ammoniy ionlari kanalizatsiya orqali tabiatga chiqib ketadi. Tabiiy omillar. Tog' jinslarining yemilishi natijasida ayrim ionlar tabiiy ravishda suvga o'tishi ham mumkin, masalan, temir ionlari. 3. Ion birikmalarini aniqlash usullari. Tadqiqotlar ionlarni aniqlash uchun turli kimyoviy, fizik va instrumental metodlar qo'llanadi. 3.1. Kimyoviy analiz. Bu usul orqali ma'lum reaktivlar yordamida ionlar sifat jihatdan aniqlash mumkin. Kumush nitrat bilan xlorid ionini aniqlash. Xlor reaksiyada oq cho'kma hosil qilib, kumush xlorid hosil qiladi. Bariy xlorid bilan sulfat ioni aniqlash. Sulfat ioni oq rangli cho'kma hosil qilib, bariy sulfat cho'kmasini beradi. Temir xlorid bilan fosfor ionini aniqlash. Jigar rangli temir fosfor cho'kmasi tushadi. 3.2. Spektrofotometriya. Nur yutishiga qarab ionlar konsentratsiyasini aniqlash imkonini beradi. 3.3. Ion selektiv elektrodlar. Masalan, nitrat ion selektiv elektrod miqdorini o'lchash keng qo'llaniladi. 3.4. Atom absorption spektroskopiya. Og'ir metall ionlarini aniqlashda eng aniq usullardan biri. 4. Ionli birikmalarda tuproq va suvni tozalash usullari. 4.1. Assorbensiya usuli. Bu usulda zararli ionlar qattiq assorbentlar yuzasida ushlanib qoladi. Assorbentlar: aktiv ko'mir, zeolitlar, bentonit-loylar, biochir, yog'och ko'mirning maxsus turi. Afzalliklari: arzon, ekologik, samarali. 4.2. Ion almashish texnologiyasi.
Maxsus qatronlar yordamida zararli ionlar zararsiz ionlarga almashadi. Misol, qo'rg'oshin 2 ionlari vodorod yoki natriy ionlariga almashadi. Bu usul hozirda ichimlik suvini tozalashda keng qo'llaniladi. 4.3 Membranali filtratsiya, nanofiltratsiya, reverse osmos. Suv tarkibidagi mayda ionlarni yuqori bosim ostida membranadan o'tkazib ushlab qolish texnologiyasi afzalliklari. Ionlardan 95-99% gacha tozalaydi. 4.4 Fitoremeditsiya. O'simliklar yordamida tuproq va suvdagi ionlarni yutib olish usuli. Ionlarni yutuvchi o'simliklar: qamish, yantoq, alaf o'simliklari, quyosh guli. 4.5 Kimyoviy cho'ktirish. Maxsus reaktiv yordamida ionlarni cho'ktirma ko'rinishida suvda ajratib olish. Masalan, qo'rg'oshin ioniga vodorod sulfidni qo'shganimizda qo'rg'oshin sulfid qora cho'kma hosil bo'ladi. 5. Taklif qilinayotgan tozalash g'oyasi. Loyiha taklifi. 5.1 G'oya mazmuni. Tuproq va suvdagi ion birikmalarini tabiiy zeolyoid Pedus-Biocher aralashmasi yordamida tozalash texnologiyasini ishlab chiqarish. 5.2 G'oyaning mohiyati. Zeolyoid ioni almashish xususiyatiga ega. Biocher esa katta yuzaga ega adsorbent. Ularning aralashmasi ionlarni bir vaqtning o'zida adsorbitsiya plus ion almashinishning orqali tez va samarali ushlab turadi. 5.3 Texnologik bosqichlar. 1. Zeolyoid va biocher birga-bir nisbatda aralashtiradi. 2. Suv yoki tuproq filtratsiyasi ustuniga joylanadi. 3. Kiruvchi suv aralashmasi o'tkaziladi. 4. Chiqish qismida ionlar miqdori kamaygan bo'ladi. 5. Aralashma ma'lum vaqt davomida qayta regeneratsiya qilinib, yana ishlatiladi. Xulosa: ion bog'lanishli birikmalar bilan tuproq va suvning ifloslanishi ekologik muammolardan biri bo'lib, uni o'rganish, nazorat qilish va tozalash zamonaviy kimyo va ekologiyaning eng muhim yo'nalishlaridan hisoblanadi. Ushbu loyiha ishida ion birikmalarini aniqlash usullari, ularning zararli ta'siri hamda tozalash texnologiyalari yoritildi. Taklif qilingan zeolyoid plus biocher asosidagi tozalash usuli ekologik xavfsiz, iqtisodiy jihatdan samarali va amaliyotda qo'llash tayyor bo'lgan g'oya hisoblanadi. Tinglaganingiz uchun rahmat.